Asıl! Ha! Şalkanı! Ha! Şira zo'r gap bu. Oldi. Yo'q. O'rtoq, nima gap? Tinchlikmi? Sardordo'yi? Ketdi ko'rsam. Kimni o'ylaydi? Sardor. Ana birinchi dars ko'ryapsanmi? Mana shu Sardor. Nima? Alo. Qani sizlar? Men kutib o'tiribman kinoteatr oldida yarim soatdan beri. Hali kelganlar. Qaydasizlar? Qaysi tomondan keldingiz? Xo'p, tez kelinglar. Men neri chiqdim edi, men neri chiqsam yomonda kelgan. Bo'pti, tez kelinglar. Neri chiqsamki o'ynab qoladi, shu o'ynab qoladi. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show. So nice, I got you. Xodimlarni ishga qabul qilishda tanish bilishiga umuman yo'l qo'ymang deb rosa tayinladim. Kuyovim bo'lsa, "Xo'p bo'ladi, dadajon" deb javob berdi. Qorovul bo'lib ishga kirganingizdan beri qachon biron marta o'z vaqtida ishga kelgansiz, tog'a? Qarigan bo'lsangiz ishlamang. Voy, odam ham o'z tog'asiga shunaqa baqiradimi? Uyat emasmi? Siz jim o'tiring, amma. Siz bilan alohida gaplashamiz. Xo'jayin, sekinroq, hech bo'lmasa yoshlarni hurmat qiling. Oyizni yonini olmang. Men sizga Damas'ni firmani ishlarini bajarish uchun olib berganman. Ipodrom bilan qo'yliqqa odam tashish uchun emas. Voy, menga qarang. Bo'sh paytda tirikchilik qilsa nima qildi?
birinchi seansni tugatib oldik. Endi Xudo xolasa barchamizga kuch-quvvat bersin. Chiroyli olqishlarni olaylik. Ilohi amin. Shu ikkinchi seansimiz ham, ikkinchi konsertimiz ham juda ham yaxshi o'tsin. Xushxursandlik bo'laylik. Ilohim hamisha bayramlar ko'paysin. Endi xizmatida bo'laylik. Bundan ham katta sahnalarda chiqish nasib etsin. Amin. Alloh. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun biz Asliyev Dalir tomonidan tayyorlanayotgan va bizga namoyish etiladigan yana biz deb nomlangan konsert dasturini tomosha qilish arafasidamiz. Bir necha yildirki Dalir ajoyib konsert dasturlarini o'z shogirdlari bilan birgalikda bizga taqdim etyapti va ajoyib shod-xurramlik tavsiya etyapti. Biz bundan juda xursandmiz. Dalirga jamoamiz nomidan, o'quvchilar nomidan katta omad, zafarlar tilaymiz. Bundan keyingi ishlarga ham Alloh rivoj bersin. Hammangizni bugungi ertangi bo'ladigan ajoyib shodiyona 8-mart Xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Barchangizni Yosh Ulfatlar jamoasining konsert dasturida ko'rib turganimizdan bag'oyat yashaymiz. Bizlar bu konsertni boshqacha boshlamoqchimiz. Bir mashhur san'atkor bor. Yevropalik Psay degan. Bugungi konsertimizga o'sha Psayning jiyani kelgan, Ishay degan. Marhamat, davramizga chorlab qolamiz. Bitta Ishayga qarsaginglar. Assalomu alaykum, qalbi iymon, xulqi islom. Qadri cheksiz, qalbida keksiz, Robbisi Rahmon, dasturi Qur'on, vatani jannat, aziz yurtdoshlar. Bahorning har kuni bayramdir sizga. Bahor kabi beg'ubor mushtipar ayol bo'ling doim salomat. Siz baxtimizga, siz bilan hayot shirin, shirindir hayot. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, qadrli ayollar, muhtaram onaxonlar, dilbar singillar. Mana o'lkamizga o'zining go'zal tarovati va chiroyi bilan bahor fasli ham kirib keldi. Odamlar bahor faslini ayollarga qiyoslashadi. Bu esa juda ham haqli o'xshatish. Azizlar, bugun diyorimizda bahor va ayollar bayrami. Barcha yurtimiz ayollarini, onaxonlarimizni ulug' ayyom bilan samimiy qutlaymiz. Oilangizga tinch totuvlik, ro'zg'oringizga qut-baraka, dasturxoningizga esa bugun sochinlik tilaymiz. Onaxonlarimiz, ayollarimiz, qizlarimiz doimo go'zal, quvnoq, dilbar va ifoli bo'lib yurishlariga tilakdoshmiz. Bugungi bayram tadbirimizda ijro etiladigan kuy-qo'shiqlar, jozibali raqslar, Yosh Ulfatlar jamoasining kulguli chiqishlari siz uchun yangraydi aziz mehmonlar. Dunyoda ne dilbar desam derman ayol qalbi. Dilni erkalovchi dilbar bilmasang bil, bu ayol qalbi. Toqqa intilib netarsan, cho'qqisini ko'rayin deb. Yuksaklarda baland tog'dan alik olar ayol qalbi. Marhamat, tomosha qiling. Yana biz, yana biz, yana biz, yana bizmiz, birgamiz. Hey! Odamzod qalbini soni bir shisha, ko'ngil topmoq qiyin ish hamisha. Ba'zi birovlar ketsa ko'zlaring yoshlar, ba'zi birovlar ko'ngil topar avaylar. Yana biz, yana biz, yana biz, yana bizmiz, birgamiz. Yana
Yana biz, yana biz, yana biz. Yana bizmiz, birgamiz. Yasha. Ko'ngil olamiz bebu jonimiz halak. O'zing qo'lla bizni yo falak. Kimga uka, kimga esa akamiz. Ba'zan kulgili, ba'zan sarbarshamiz. Yana biz, yana biz. Yana bizmiz, birgamiz. Yana biz, yana biz, yana biz. Yana bizmiz, birgamiz. Yer yuzida hammaga joy bor yetadi. Hech kim abadiy qolmas ketadi. Topgan kul, topmagan bir vaqt qiyos. O'tgan bu dunyo do'stim, ko'ngling niyoz. Yana biz, yana biz, yana biz. Yana bizmiz, birgamiz. Yana biz, yana biz, yana biz. Yana bizmiz, birgamiz. Yana biz, yana biz, yana biz. Yana bizmiz, birgamiz. Yana biz, yana biz, yana biz. Yana bizmiz, birgamiz. Bahor boshlanish bilan birinchi bayram bu onajonlarimiz bayrami, opa-singillarimiz bayrami, xotin-qizlar bayrami. Ilohim ayol borki, olam murakkab. Yo'g'i, navbat demoqchi edim. Xalqimizga, yurtimizga, siz bizga kirib kelayotgan Navro'zi olam muborak bo'lsin. 1-aprel kulgi va hazil kuni bilan barchangizni tabriklaymiz. Hamisha mana shunday maza qilib kulib yuringlar. Har bir kuningiz, har bir soatingiz mana shunday bayramona kayfiyatda o'tishiga tilakdoshman, aziz yurtdoshlar. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan 2016-yil sog'lom ona va bola yili deb e'lon qilindi. Mana shunday muborak yillar hammamizga muborak bo'lsin. Bo'ldimi, Rosa bo'l. Bayraminglar muborak bo'lsin. Rahmat, avvalambor. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. To'linglar, menga o'xshab to'kilmanglar. Qatorlaringizdan kam bo'lmanglar. Bugungi ajoyib bayram barchangizga muborak bo'lsin. Bizani shogirdlar sizlarni zeriktirmadimi? Yo deyapti odamlar. Shunaqa deyaptimi? Agar shunaqa deyadigan bo'lsa, bitta she'rlardan eshitaylik. Aka, men boshlab beraman. Xo'sh, eshiting. Qizlar menga yoqadi, nozlanib ham boqadi. Muzqaymoq olib bersam, darrov burni oqadi. Rahmat. Aka, menda ham bor. Marhamat. Dunyoda ko'p ekan nozik sanamlar. Hurliqo dilbarlar hayotning naqshi, go'zallar qo'lini o'pgandan ko'ra, onajonim oyog'im o'pganim yaxshi. Mana shunday bo'lish kerak. Burni oqqan. Bola, menda zo'r she'r bor. Xo'sh, Zoqcha qo'nar u shoxga. U shoxga emas bu shoxga. Bu shoxga emas u shoxga. Boshqa zoqcha qo'nar u shoxga. U shoxga emas bu shoxga. Ovchi otar u shoxga. U shoxga emas bu shoxga. Yomon tegdi u shoxga. Bolalar bilasizlarmi? Qizlar ikki xil bo'lar ekan. Ya'ni ro'zg'orbob qizlar, romantik qizlar. Ro'zg'orbob qizlar
oynada dog'di, ya'ni bug' bo'lib qoladi, terlab qolgan narsani ko'rsa, darrov lattani olib, artib tozalab qo'yar ekan. Romantik qizlar esa ne barmog'i bilan ne olib kelib, yana bunday qarab deb komanda o'tkazib qo'yar ekan. Yana qizlar ikki xil bo'lar ekan, nima shoshilasan? Qanaqa bo'ladi? Ya'ni shaharli qizlar, shaharga kelgan qizlar. Shaharli qizlar yo'lda ketayotsa, dastur ro'molcha yotibdi. Shaharli qizlar nima qiladi? O'tib ketar ekan. Shaharga kelgan qizlar, ular iboli, hayoli ular. Ular boshqacha qiladi. Bunday keladi-da, nima meni kamim bor deb beqdek o'tib ketadi. Dalil aka, bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami. Shu qizlarga atab she'r yozdim. 8-mart bugun. Yashang. Xalqaro rasxod kuni. Yashang. Tezroq sovg'a berunga. Yashang. Ovozi o'tsin uni. Yashang. Mana shu mayli, uzun maylimi? Marhamat. 8-mart bugun. Yashang. Xalqaro rasxod kuni. Yashang. Tezroq sovg'a berunga. Yashang. Chakaga o'tsin uni. Yashang. Ey bulbul. Shuni faqat o'zbekcha emas. Chunki rus muxlislarimiz ham, ya'ni rus emas, yevro o'zicha rusda, lekin atak shularga atab bir chiroyli aytib qo'yaylik. Siz ayting, men perevod qilaman ularga. Bo'ldi. 8-mart Sekonda masvoyman. Xalqaro rasxod kuni. Dilafsen расходный день. Tezroq sovg'a berunga. Быстрее дай подарок. Chakaga o'tsin uni. Беззвучный будет. Ruschani rosa bo'plarga. Men ruschani yirtib yuboraman. Inglizchani nima qilasiz? Anglizchani yamab yuboraman. Birorta so'z aytingchi bir inglizchani. Ukam, biza padarka emas, biza sovg'amiz. Quloq sol. Ikki qulog'ing bilan ham quloq sol, ukam jonim. What is your name? Nima? What is your name? My name is Obidjon. Balon, nima deyapsan? Ismim Obidjon deb. Men nima dedim? Isming nima dedingiz? Yo'q, what is your name degani isming nima degani emas. Nima degani? Mana ustozlarga ham o'rgat. What is your name degani, Naimni sinfi qayerda degani. Ey bolalar, menda zo'r she'r bor. Marhamat. Sizga aytaman. Qotib qolgan sementsan, zanglab qolgan temirsan. Yashang. Puli yo'q abonent yoki gadoy paketsan. Yashang. Ertakdagi kashshaysan. Nega gidak tashlaysan? Yashang. Nimanda ham bor. Sevgi. Sevgi o'zi bir xashak. Yashang. Uni asrash kerak. Asrolmasang gar uni yeb ketar boshqa eshak. Aka bunda ham bor-da. Xo'sh. Mana seni o'ylab ozdim men. Yashang. Ushbu she'rni yuragimdan yozdim men. Yashang. Seni o'ylab na non na tuz tatmay. Yashang. O'layaga 500 gram yozdim. Buni qo'yinglar. Bo'ldi. Mana qarang. Bir-biridan chiroyli onajonlarimiz, bir-biridan chiroyli Mo'nis muhtarama duogo'y onajonlarimiz. Shular uchun bitta chiroyli she'r aytaylik. Aka boshlab beray. Marhamat. Onam mehri yetib ortadi. Nima kerak? Do'stning oq-vohi. Bir kun kelib yordam so'rasang, tanimasga oladi gohi. Onam mehri yetib ortadi. Kerak emas o'zgacha kalomlar. Bir bor o'g'lim desa yetadi, kerak emas o'zgacha nomlar. Onam mehri yetib ortadi. Sevganimni daldasi shart emas, u ham bir kun ortga qaytadi. Kutmayman ham qaytmasa qaytmas. Onam mehri yetib ortadi. Butun dunyo shafqat qilmasin, bir bor boshim silagani bas, mayli dushman yaram tirnasin. Endi meniki sal qiyinroqda, uzr kechirasizlar. Onam mehri yetib ortadi. Qolganlar bir kun minnatlari. Shuning uchun menga topilmas.
onamdan-da qadrli qimmatlar. Mehribon ko'rsatma o'zingni. Men uchun namlama ko'zingni, ey do'stim, bo'lmagin so'zimni. Ona mehri yetib ortadi. Otangga qani, ey onangga